Assalomu alaykum, hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga qo'limdan kelganicha imkon qadar shetda ko'rib turgan smartfonlarni qulay va arzon narxlarda sizlarga taklif qilib o'taman. Samsung flagman modellar va sanoqli bo'lgan iPhone'larimiz zo'r chegirma narxlarda chiqadi. Videoni albatta oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishlarini tavsiya qilaman. Narxlar ma'qul kelsa, tepadagi raqamlarga aloqaga chiqib, Telegramdan yozsalaring, shaxsan o'zim sizlarga telefonda to'g'ri tomonidan ekranlarni yoqib, video qilib tashlab beraman. Yoqsa keyin zakaz berasizlar. Oldindan 200 ming so'm zakolat, qolgan telefon yetib borganda ko'rib, tekshirib, keyin qolgan pulni o'tkazasizlar. Har bir smartfon bizda 100% kafolatga ega va IMEI registratsiyasi ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tganligiga kafolat beramiz va bizda smartfonlar SIM, eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar. Adres so'raganlar uchun Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Ansor savdo markazining to'g'risi joylashgan, kelib tashrif buyurishingiz mumkin. Men sizlarga juda ham qulay va arzon narxda S20 Plus 5G ni $135 taklif qilaman. Endi videoni oxirigacha ko'ring, men sizga birma-bir tushuntirib beraman. Smartfon 12 ga 256 xotira, 4,5 ming amper batareya. Mana holatlarni ko'ribsizlar. Bitta ko'ring smartfonni yaqinroqdan mana. Apravalari juda ham go'zal holatda, petnolari yo'q, hamma yo'q radnoy, smartfon hech qanday almashmagan. Nimaga arzon bu smartfon deganlar uchun ekranida qizg'ish sal bilinadi, qizg'ish pechati bor. Mana ko'rishingiz mumkin. IMEI registratsiyasi ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Qora fonga qo'yib olsalaring, mana umuman bilinmaydi. Bu S10 dan ham ancha arzon narxga. S10'larni o'zi ham hozirgi kunda $150 sotilyapti. Men sizlarga $135 ga S20 Plus 5 taklif qilaman. Tinig'ini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bular $200 sotilyapti. Lekin $65 arzoniga S20 Plus'ni xarid qilsangiz, juda ham qulay variant bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, keyin sizlarga ketidan iPhone'lar ko'rsatib o'taman. 13 Pro 128 talik LL amerikanskiy, batareya yo'mligi 83%, hatto ochilmagan radnoy o'ziniki. Xo'p, bu smartfon IMEI registratsiyasi ro'yxatdan o'tmagan, bitta shuniki, IMEI'si o'tmagan. Buni chetga ketmoqchi bo'lganlar uchun, bez IMEI telefon so'raganlar uchun men sizlarga bu smartfon taklif qilaman. $375 ga xarid qilsalaring bo'ladi. 13 Pro radnoy hech qanday almashmagan, 100% kafolatga ega. Buni misol uchun chetga ketayotgan odam kelyapti o'tkazib olsa, bu smartfon u odamga 80 ming so'm to'lov bo'ladi. Kiryapti $380 ga tushadi misol uchun. Ancha qulay narx. Hozir 13 Pro xarid qilaman-ni, $420-$430. Sizga salgam $50 arzon tushadi. Ketidan 12 Pro 256 84%, $310. iPhone 12 256 80% bo'lishi kerak, adashmasam $245 ga. Xo'p, iPhone 13 128 91 SIM ro'yxatdan o'tgan ayollar uchun pink rangda. Juda ham ideal holatda. Xo'p, bu smartfon narxi $335 da tashkil qiladi. Keyin ketidan sizlarga hurmatli kuzatuvchilar S23 Plus 5 lar ko'rsatib o'taman. Qora ranglari va bir dona jemchug rang. Bitta ko'ring smartfon holatini. Juda ham ideal holatda 8 ga 256 xotira, 4700 amper batareya, 1 SIM, 4 SIM. Eng tiniq sosteniyadagilari $335 dan xarid qilish imkoniyati bor sizlarda. Juda ham qulay narxda bo'ladi ham narxi. Keyin ketidan elegantni, kompaktni, ixcham, 1 SIM, 4 SIM podдержка qiladigan S23 5 lar ko'rsatib o'taman, mana qaranglar. Juda ham ideal holatda ayollar uchun pushti rangda va shunaqangi beli jemchug rangda ideal holatda smartfonlar ko'rsatib o'taman. Bunisi bo'lsa polnistiy salafan, korobkadan ochsangiz qana bo'ladi smartfon. Xuddi shunaqangi holatda bo'lib turibdi. Nuqta petnosi yo'q, yangidek. $125 ga $115 da tashkil qiladi. Keyin ketidan S24 5G 8 ga 256 xotira, 4000 amper batareya, 1 SIM, 4 SIM. Narxi $395. S25 5G lar hamma rasvetkasi borligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar, hamma rasvetkasidan bor. S25 5G. Qarang, juda ham ideal tanlov bo'ladi. 12 ga 256 xotira, 4000 amper batareya, eng tiniqlarni $510 dan xarid qilsalaring bo'ladi bu smartfonlarda. Xo'p, keyin ketidan S22 5G da polnistiy salafan olinmagan, hamma tomoni salafan, yangidek holatda 8 ga 256 xotira, 3700 amper batareya, $260 ga $250 da tashkil qiladi. Greenida salafani yo'q.
Qolgan bunisi esa salafan holatda. Endi sizlarga ultra modellarni ko'rsatib o'taman. S23 Ultra 12 ga 512 talik va 12 ga 256 talik. Eng tiniq holatda bu smartfonlar, hurmatli kuzatuvchilar, SIM o'tgan. 12 ga 256 va 512 ligini yana ta'kidlab o'taman. Narxiga keladigan bo'lsa, 512 taligini $515 ga, 256 taligini esa $505 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Endi S22 Ultrani ayni hozir oladigan payti bitta ko'ring, 12 ga 512 talik, atiga bir dona salafanlarga e'tibor beryapsizmi? Smartfon opravalarini qarang. Taniq sostoyanida bo'lib turibdi. Narxi esa $410. Bir xilga kommentariyalarda o'qib qolyapman. Ali, ko'p bas, bitta ikkita chiqib qoladi xolos. Salafani qanaqasi salafan holatda bo'ladi? Eski telefon bo'lsa, restavratsiya uyu-buyu degan negativlar uchun bemalol telefonni olib, sotib olib bizdan xohlagan ustalangga ko'rsatib olaverasizlar. Albatta, alishgan, bir joyi nima deydi, bir joyi qo'yilgan, ichi titilgan, ochilgan telefon bo'lsa, biz sizlarga pullarni 200% qaytarib berishga va'da beramiz. U tomonlama muammosi yo'q. Almashgan telefon bo'lsa, обязательно aytib o'tamiz. Bir joyi almashganini qaytarib beramiz. Aytamiz. 256 taligini ko'ring, полностью salafan. Bu salafanni yopishtirib bo'lmaydi, zavodskoyda bo'ladi. Xolos, agar salafanni yopishtirishning imkoni bo'lganda, shu yerda ko'rib turgan hamma telefonlarni yopishtirib chiqardik biz. Bu o'zi Koreyadan shunaqa sostoyanada keladi. Yaxshilab shu narsani tushunib olinglar. Agar tekshirtirib ko'ringlar. Bu ustiga olib kirib, agar telefonda bir joy alishgan bo'lsa, shunday pullarni tintinigacha qaytarib beramiz. 12 ga 256 talik qora rangda. Bu ham salafan holatda. Ideal holatda smartfonlar. Qora rangda 2 dona va 1 dona ko'pchilik so'raydigan burgundiy rangda. Ideal holatda. Bu smartfonlarni olishda o'zi ham bo'lmayapti. 30 ta 40 ta telefonning ichidan o'sha 4 ta har bitta modeldan saralab terib olamiz. O qolgan 20 ta, 25 ta, 30 ta telefonning ichida qolgan hammasida chaqasi, 2-3 tadan petnosi qirilgan, ishlangan joyi bo'ladi. Men sizlarga eng tiniqlarini olib ko'rsatyapman. Note 20 Ultra birorta petno bo'lmaydi. 12 ga 256, $275 da tashkil qiladi. Ketidan S21 Ultra Exynos 2100 zo'r sostoyanada $295 ga berishga tayyormiz. Keyin ketidan arzon narxda Samsung A32 4G bruna plyonka bilan qoplangan smartfon. Xarid qilsalaring bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. $90 ga qilib berishga tayyormiz. Ikkita sim karta Vietnam bo'ladi bu. Keyin ketidan S24 Plus 5G mana ko'rishlaring mumkin. 12 ga 256 xotira, 4900 ampere batareya, sim Exynos 2400 protsessor. Narxi $420. Xo'p. S21 Plus 5G lar holatini bitta ko'ring. Smartfonlar shunaqangi idealniy sostoyanida bo'lib turibdi. 8256 xotira, 4800 ampere batareya. Narxi esa $230. Mendan telefon xarid qilganlar juda yaxshi bilishadi. Bir marta telefon olgan odam yana qayta telefon oladi. Sababi borini va rostini hamma yo'qda tushuntirib aytib sotamiz. Tiniq narsa deb turib, petnozi bor, qirilgan, ishlangan, almashgan narsani sizlarga jo'natib bermaymiz. Xudo xolasa, bizdan olgan klientlarimiz bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. S15G ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Bitta nuqta topsangiz telefonni qaytib berib yuborasiz. 100 Xo'p, $79 ga yangidek holatda A95G полностью salafan 6 ga 128, 4,5 mAh batareya $165 ga. Z Flip 4 5G bir yopilishi bilan elegantli smartfonga aylanadi. Bir ochilishi bilan esa noodatiy smartfonga aylanadi. SIM o'tgan $185 ga xarid qilish imkoniyati bor sizda. Keyin ketidan S24 Ultra 12 ga 256 xotira, 5 mAh batareya, idealniy zo'r holatda, Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, 200 megapikselli tiniq kamera. Narxi esa $615. Bu eng tiniqlari lekin 580, 590, 605 telefonlardan emas bular. Eng tiniqlarini ko'rsatyapman. S25 Ultra'ni 12 ga 256 talik taniq holatdagilari qo'limda turibdi. $775. Va bir dona 512 taligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Natural titanium rangda. Narxi xo'p, $795 da tashkil qiladi bu smartfonni. Endi sizlarga ketidan S21 5G larda 2 dona qora va 4 dona violet ranglarini ko'rsatib o'taman.
bu smartfonlar har videoda qo'yilishda davom etadi. Chunki bu smartfonning o'zini klientlari bor. S21 5G to'xtamaydi sotuvda. Eng tiniq zo'r holatdagilari bor bo'ladi. $185 boshlanib, $180, $190 holatiga qarab chiqadi, hurmatli kuzatuvchilar. Yozsalar sizlarga har birini birma-bir arzon qilib beraman. Ma'qul kelganini zakaz beraverasizlar, xudo xolisa. Hamma smartfonchilarga tanishtirib o'tdim. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, tepadagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar. Обязательно bizning profilga obuna bo'lib, bu videoni maksimal darajada o'z yaqinlaringizga jo'natib, bizni kuzatishda davom etinglar.